Uf, bu nimasi? Badbo'y hiddan dimog'im yorilay deyapti. Nega yorilar ekan? Dimoqqa yoqadigan hid-ku. Shakarim, seni tushunaman. Onang uyidagi ovqatlaringdan voz kechish biroz qiyin, lekin nachora voz kechishing kerak. Bu bilan nima demoqchisiz? Meni noto'g'ri tushunma. Hamma ovqat yeging kelgan bo'lsa, tashqariga chiqasan, pulini to'laysan, keyin yeyverasan. Shunda uyimizni ham havosini buzmaysan. Ay, kuydirib yubording. Koshki eplay olsang, shu ham qo'lingdan kelmaydi. Sizningcha eplolmaymanmi? Unda siz hoziroq oyimga qo'ng'iroq qiling. Yo'q. Yaxshisi, buvamga ayting. To'xtang. Sizga buvam bo'lmaydi. Yaxshisi muxbirlarga qo'ng'iroq qiling-da. Sarsilmazlarning qishloqi, yolg'onchi kelini bo'g'irsoqlarni kuydirib yuboryapti deb ayting. Sarlavhasi chakka emasa? Namuncha xushbo'y hid. Bo'g'irsoq pishiryapsanmi? Lekin ishga kech qolyapmiz. Bularni kompaniyaga olib bor. O'sha yerda birga yeymiz, xo'pmi, yagona? Xo'p bo'ladi, azizim. Hozirroq tayyorlanaman. Yaxshi. Unda seni kutib turaman.